Ko'chalar qor. Biz Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun yana bir darvozamizni Xudo xolasa o'rnatdik. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Quvasoyga o'rnashtirdik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, like tugmasini bosib, videomizni oxirigacha kuzatib boringlar. To'liq ma'lumot qilib beramiz. Darvozamizni eniga 3.45 bo'ldi. Bo'yiga 3.65, 1 kvadrat metri 900 ming so'mlik darvozamiz. Holatini ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Oddiy va skromniy deyishgan aka-ukalarga tavsiya qilamiz mana bu darvozamiz. Aka-ukalar, darvozamiz mokr asfalt kraskadan kraskalandi. Glansviy bo'ldi kraskasi. Xudo xolasa kraskalariga ham javob beramiz. Stoykalarimiz xo'p. Unga 5 veller bo'ldi. 2 yoni, tagi, tepa qismi unga 5 profil bo'ldi. 50 sm promoy bo'ldi. Alohida ochilmaydigan. Darvozamiz o'zi 3 metr ochiladi. Tepasiga lazerdan chiroyli qilib setka qilib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Quvasoyda anchagina qor ekan. Bizda unchalik qor yo'q. Eshigimiz 10 qo'lda, ochilishi 90 mi ochiladi. Rezinkalarni qo'yib berganmiz. Zubur zamok, zamoklari har doimgidek. Mana aka-ukalar. Xudo xolasa chotki chiqqan darvozamiz. Polni oyoqlar tagi ham svorkalab, oyoqlarni qo'yib, e'tibor bersalang ko'p joyda mana darvozamizni oyog'i bo'lmaydi. Biz oyoq qo'yib qo'yamiz, shtobe beton quyganda chiroyli bo'lib ushasin deb. Ana aka-ukalar, oddiy va skromniy darvozamiz o'rnashtirildi. Xudo xolasa Quvasoyga O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. Telefon qilaverasizlar, 1 oy davomida tayyorlab beramiz. Orqa qismini ham ko'rsatib qo'yaman. Mana darvozaning orqa ko'rinishi. Orqadan quplanib qo'yadigani bor alohida. O'rtalari sentr zamok har doimgidek. Mana tepadan setka ko'rinishi orqadan. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Patolog ham rosa chiroyli chiqqan ekan. Orqa qismlari. Orqalarini ham ko'rib turibsizlar, silliq ishlangan. Oshiq-moshiqlari ham polniy katag'on oshiq-moshiqdan qo'yilgan 36 lik oshiq-moshiqdan. Darvozamni ochib ko'rsataman. Mana shu jiyanimniki qo'ydik mana darvoza. Mana kichkinasi. Darvozamiz toshni urvenga o'rnashdi mana. Urvenga o'rnashgan holatni ham ko'rib turibsizlar. Ochilib, yopilishlari hamma yo'g'i joyida bo'ldi. Yengil ochilib yopiladi darvozamiz, xudo xolasa. Ozgina shabada kelyapti, bir tarafga ochilib ketdi. Taglarini ham mana bunaqa beton qo'ygichga armaturalar svorkalab berdik. Mana yopilishlari. Zamoklari 5 talik. Zubur zamokda. Aka-ukalar, bemalol telefon qilaveringlar. 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan bu darvozamizni o'sha summasi 11 million 500 ming so'mga olib o'rnatdik. Tayyorlab beramiz sizlarga ham. Shunaqangi qilib niyat qilganlar, biz ham niyat qildik deb kommentariyaga yozib qo'ysalaring, xudo xolasa sizlarni ham xonadonlaringga xuddi shunday qilib, chiroyli qilib darvoza o'rnatib berish bizlarga nasib qilsin. Aka-ukalar, bu darvozamizni dizaynlari juda ham ko'p. Telefon qilsalaring, internet orqali Telegram bor, nomerimiz, WhatsApp bor. Safarda yurgan aka-ukalar ham telefon qilib mana shu bizga ma'qul desalaring, aka-ukalar, xudo xolasa bu akamiz ham safarda turib zakaz berishgan. Xudo xolasa haligi o'zi yo'qda yuzi yo'q qilib ishni qilib o'rnashtirib ketmaymiz. Hamma yo'g'ini joyida qilib, o'zi o'sha yerda bo'lsa ham, safarda bo'lsa ham o'rnatib beramiz chiroyli qilib. Chunki
chet davlatlarda osonlikcha pul topgani yo'q, hamma ham. Siz ham, biz ham osonlikcha pul topganimiz yo'q. Shuning uchun bizni orqamizdan rahmat etishni xohlaymiz biz ham. La'nat etishni xohlamaymiz. Xudo xolasa aka-ukalar. Fikrlaring, kommentariyada qoldiraverasizlar. Darvoza chiroyli chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqibdi yozib qoldiringlar.